O'zimiz o'zbek, otamiz o'zbek, ajdodimiz o'zbek va ko'shish qilishligimiz kerakki, nasl zurriyamizda ham o'zbek tarbiya qilinsa. Haqiqatan agar tarixga qarab ko'rsak, minglarcha va minglarcha iftixor qilgiday chiki harsi siyosiy va nizomiga bo'lsin va chi ham farhangi adab va bilimdon harsasiga bo'lsin ajdodimiz bor. Imom Buxoriyday shaxsiyatlarimiz bor. O'zlarini borasiga aytilganki, maqom va martaba va manzilati Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bilimdon va rivoyat ahadisga misoli Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu ashobning ichiga qancha bo'lsa va kitoblarini borasiga aytilganki, asahhul kutubi ba'da kitobilloh al-Buxoriy. Alloh taoloning kitobidan sonra sahih tarin kitob, mazbut tarin kitob, ham az nigohi matn va ham az nigohi rivoyat fiqh Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi kitoblaridir. Va Imom Tirmiziyday shaxsiyatlarimiz bor. Ilgariki kishilar ishora qildilar. Alloma Burhoniddin Marg'inoniday shaxsiyatlarimiz bor. 4 jild kitob bitigan ham makotib va fuhantunhoy arab va ajamga tadris bo'ladi. She'r-i Navoiyday shaxsiyatlarimiz bor. Adib shoirlarimiz, chaqqon shoirlarimiz bor ichilarimizga alhamdulillah. Hammasini agar bir dafa aniq bilan bir mutoji bo'lsak, islomga katta xizmatlarni qilgandilar. G'aznaviylardan tuting, Saljuqiylardan, Xavorizmiylardan, Oq Quyunlidan, Afshoriylardan va Temuriylardan, Xoqoniylardan va xilofati Usmoniy 600 yildan ko'proq xilofat qilgan dunyoga eng kuchli hukumatlar hammasi moliyot jizya berib o'tgandi. Hammasiga aziz otalarim, aziz nasl javon inog'alarim, yigitlar, hammasiga bizga mutoji bo'lsak, xalqimizga, millatimizga vahdatini hifz qilib kelgandi. Arg fotihasi, qahramon yigitimiz, shar'iy amirimiz Hofiz Qori sohib Salohiddin Ayyubiy bildirki ehtifolimizga bir ishora qildilarki, o'zbek tili yo turk tili bir jarira emas, bir kishi olib oqa chiptirsa, balki chinon bir reshadorki umq zaminga o'ltirganda hech imkoni yo'qki bir kishi buni tag'ir bera olsa. Hamma biz buni bilamiz. Agar Pashtun inog'alarimiz hukumatga muqtadir bo'lsa, hukumat qo'llariga tushsa, Forsi millatini farangini, O'zbek millatini, Hazora millatini va boshqa aqvomda agar hasb qilaman desa, hech imkoni yo'qki hasb qilinsa. Aks holga agar quvvat va qudrat va saltanat O'zbek va Forsi va Hazora va boshqa aqvomga tushkiday bo'lsa, Pashtun qavmda hasb qilaman desa, hech imkoni yo'qki hasb qilinsa. Balki arabchasiga banomi taoyish deb bir gapi bor. Bema'noki sulh safo bilan, vahdat bilan, samimiyat bilan bir joyga va bir qo'l bo'lib kishvarni obod qilishlikda. Misol namuna aytaman. Chandin inog'alariki fikrasi xarobda, menga payomlari bor oldimda. Afg'onistonga agar mutaassibtarin olim bo'lsa sensan. Rasonalarga, tarmoqi ijtimolarga va radiolarga hamisha ko'ramiz o'zbek tiliga sen gapirasan. Men o'zim oldimga mutoji bo'ldim. Birinchi aziz otalarim, adabiy shoir kishilarimizga aytaman. Eng ulug'vor kishilarimiz, bilimdonlarimga aytamanki, 50% ga ham men o'zbekcha gapira olmayman. Agar adabiy o'zbekcha gapirsam, shoyat uyqusi uchib ketsa edi buni. Ikkinchidan, hadaf nimada? Minglarcha otalarimiz bor, oqsoqol otalarimiz bor, pechasafid onalarimiz bor.
qat'an boshqa tilni bilmaydi. Dinni qaysi unvonga bizda boyat o'shalarga eshittirsak. Va uchinchidan men oldimgacha o'tladimki, xilofi mavozin hukumat islomiy ham bo'lmasa o'zbek tiliga gapirishligim. Va jurman bo'lmasa, nima uchun ikkita uchta olim agar o'zbek tiliga gapirsa, yo adabiy kishilarimiz gapirsa, ustlariga taqditoz va intiqod bo'ladi. Nima uchun? Bahotirki, uch narsaga bizda mutoji bo'lmaymiz. Birinchi, tilimizga tashviq zarurat. Ikkinchisi tadris zarurat. Uchinchisi ham ta'lim. Ey kosh ahli qalamlarimiz, yozuvchilarimiz shogirdlariga ta'lim bersa edi o'zbek tilini. Va hukumatning boshliqlari nihoyat mutavajjih bo'lsa edilarki, bor makotiblarga va fuantullarga o'zbek tillarimizni tarvij berishligiga. Ikkinchidan masala tashviqdir. Meni sesimni ijtimoiy tarmoqdan eshitayotgan tojirlarimiz, vallahi qasam ichaman, bir shoir adib inog'amizni ko'rdim. Aytdilarki, men 3 ta kitob bitirman, tavonoyim yo'qki, shuni men sabqi kerak va chopqi kerak bo'lsam, tabaga bergilay bo'lsam. Tojirhoy milliy o'zbek turklar, men taqozo qilamanki, bu adiblarimizni qo'lidan ushlang. Hatto safahat ijtimoiga andaktarin faoliyat qilaman desa, shunga tavonoyi iqtisodisi yo'qki, bechoralar qanday qilib faoliyat anjom bersin ijtimoiy safalarga. Taqozom sizlardan shuki, tashviq degan masalasi moddiy bo'ladi va ma'naviy bo'ladi. Buni eng katta mas'uliyatlaring bilinglar. Otalarimki, oqsoqol otalarimiz bor, bilimdon otalarimiz, ko'shish qilinglar nasl javonlarimizni, bu yigit qahramonlarimizni kallalarini ichiga tilloday zahoir va maodinlari bor. Bularni tashviq bilan sizlar chiqaringlar arsaga. Va uchinchisi masala tadrisda. Shayxoy giromi, aziz, hurmatli shayxlarim, Buxoriy tadris qilasiz. Soliyoni sol illarga oldingizdan 30 ta 40 ta yaxshi shayx fozil oldingizdan chiqadi. Nima uchun Buxoriyni tiliga tadris qilmaysiz? Nima uchun Buxoriyni va Termizini, Buxoriy va Termizini tiliga tadris qilmaysiz? Qalbi va ruhi oldingizdan shod bo'lsaki, alhamdulillah, millati turk o'zbekdan shunday shaxsiyat bor ekanki, Buxoriyni ormonimga yangi eshitdim deb qabrni ishidan oldingizdan rozi bo'lsa, Buxorisini siz o'zbek tiliga tadris qilsangiz. Dard ko'pda aziz otalarim. Vaqt nihoyat kam. Chaqqon shoirimiz, tilsevar shoirimiz, nihoyat xizmat qilib o'tgan shoirlarimizdan bittasi rahmatlik Ko'kan sohibedagi she'rlarini omadalik o'bedim, mutaassifona vaqt yo'qdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizda ittifoq va vahdatga asrasin. Robbil alamin har qaysi bizga shu fikrani nasib qilsinki, bor farhangi tilimizni tarvij berishligiga va o'tgan buzurg bobolarimizni qilgan ishlariga bizlar iqdom qilishligimiz. Shorvol soy bir narsaga yaxshi ishora qildilar. Arabchasiga bir maqula bor. Aytadiki, laysal fata man qala kana abi, walakinnal fata man qala ana za. Javoni buruman, shaxsiyati donishman, bilimdon kishi u emaski aysaki ota va bobom falon shaklga o'tmadi. Bilimdon kishi ziyrak va hushyor u kishidiki, ana za, o'zim shundayman. Buxoriyni sharhini o'zbek tiliga bitimman. She'ri Navoiyni she'rlari nihoyat qattiqligidan va qiyinchiligidan nasli yigitlarimiz bilmaydi, o'zim sharh qilinman. Va siyosiy maydonga o'z tilimga, o'z farhangimga o'zim monimcha xizmat qilinman. Javon burumand, hushyor ziyrak kishi u kishidir deydi. Alloh subhanahu va taolo o'tganlarimizni hammasini g'ariq rahmat qilsin. Robbil alamin bu o'ltirishlarimizni, lahazot va daqiqalarimizda hammasini o'z rizoatiga aylantirsin. Va oxiri da'vona anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zbiz o'zbek, otamiz o'zbek, ajdodimiz o'zbek. Va ko'shish qilishligimiz kerakki, nasl zurriyamizda ham o'zbek tarbiya qilinsak. Haqiqatan agar tarixga qarab ko'rsak, minglarcha va minglarcha iftixor qilgiday
چی که حرسه سیاسی و نظامیگه بسن و چی هم فرهنگی ادب و بلمدان حرساسیگه بسن اجدادimiz bor. İmom Buxoriy shaxsiyatlarimiz bor. O'zlarini borasiga aytilganki, maqom va martaba va manzilat Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bilimdon va rivoyat ahadisga misol Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu ashobning ichiga qancha bo'lsa va kitoblarini borasiga aytilganki, asahhul kutubi ba'da kitobilloh al-Buxoriy, Allah Taoloni kitobidan sonra sahih tarin kitob, mazbut tarin kitob, ham az nigohi matn va ham az nigohi rivoyat fiqh Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi kitoblaridir. Va Imom Tirmiziyday shaxsiyatlarimiz bor. Ilgariki kishilar ishora qildilar. Alloma Burhoniddin Marg'inoniday shaxsiyatlarimiz bor. 4 jild kitob bitigan ham makotib va pohantunهای arab va ajamga tadris bo'ladi. She'r Navoiyday shaxsiyatlarimiz bor. Adib shoirlarimiz, chaqqon shoirlarimiz bor ichilarimizga alhamdulillah. Hammasini agar bir dafa aniq bilan bir mutoji bo'lsak, islomga katta xizmatlarni qilgandilar. G'aznaviylardan tuting, Saljuqiylardan, Xavorizmiylardan, Oq Quyunlidan, Afshoriylardan va Temuriylardan, Xoqoniylardan va xilofat Usmoniy 600 yildan ko'proq xilofat qilgan dunyoga eng kuchli hukumatlar hammasi moliyot jizya berib o'tgandi. Hammasiga aziz otalarim, aziz nasl javon inog'alarim, yigitlar, hammasiga bizlar mutoji bo'lsak, xalqimizga, millatimizga vahdatini hifz qilib kelgandi. Arg fotihasi, qahramon yigitimiz, shar'iy amirimiz Hofiz Qori sohib Salohiddin Ayyubiy bildirki ehtifolimizga bir ishora qildilarki, o'zbek tili yo turk tili bir jarida emas, bir kishi olib oqa chiptirsa, balki chinon bir reshadorki umq zaminga o'ltirganda hech imkoni yo'qki bir kishi buni tag'ir bera olsa. Hamma biz buni bilamiz. Agar Pashtun inog'alarimiz hukumatga muqtadir bo'lsa, hukumat qo'llariga tushsa, Farsi millatini farangini, O'zbek millatini, Hazora millatini va boshqa aqvomda agar hasb qilaman desa, hech imkoni yo'q hasb qilinsa. Aks holga agar quvvat va qudrat va saltanat va O'zbek va Farsi va Hazora va boshqa aqvomga tushkiday bo'lsa, Pashtun qavmda hasb qilaman desa, hech imkoni yo'q hasb qilinsa. Balki arabchasiga banomi taoyish deb bir gapi bor. Bema'noki sulh safo bilan, vahdat bilan, samimiyat bilan bir joyga va bir qo'l bo'lib kishvarni obod qilishlikda. Misol namuna aytaman. Chandin inog'alariki fikrasi xarobda, menga payomlari bor oldimda. Afg'onistonga agar mutaassibtarin olim bo'lsa sensan. Rasonalarga, tarmoqi ijtimolarga va radiolarga hamisha ko'ramiz o'zbek tiliga sen gapirasan. Men o'zim oldimga mutoji bo'ldim. Birinchi aziz otalarim, adabiy shoir kishilarimizga aytaman. Eng ulug'vor kishilarimiz, bilimdonlarimga aytamanki, 50% ga ham men o'zbekcha gapira olmayman. Agar arabiy o'zbekcha gapirsam, shoyat uyqusi uchib ketsa edi buni. Ikkinchidan, hadaf nimada? Minglarcha otalarimiz bor, oqsoqol otalarimiz bor, peshasafid onalarimiz bor. Qat'an boshqa tilni bilmaydi. Dinni qaysi unvonga bizda boyat o'shalarga eshittirsak. Va uchinchidan men oldimga cho'tladimki, xilof mavozin hukumat islomiy ham bo'lmasa o'zbek tiliga gapirishligim. Va jurman bo'lmasa, nima uchun ikkita uchta olimiki agar o'zbek tiliga gapirsa, yo adabiy kishilarimiz gapirsa, ustlariga taqditoz va intiqod bo'ladi. Nima uchun? Bahotirki
uch narsaga bizda muhtoj bo'lmaymiz. Birinchi, tilimizga tashviq zarurat. Ikkinchisi, tadris zarurat.